bir marotaba assalomu alaykum hamkasblar. Hozirgina O'zbekiston chempionati Oliy Ligasi 11-tur doirasidagi Bunyodkor Neftchi uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Biz uchrashuvdan so'nggi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda mehmonlar bosh murabbiyi Murod Muzaffarovich Ismoilov bo'ladilar. Bugungi o'yinga ta'rifingiz. Bunyodkor jamoasida o'zgarish bo'ldi. Hozir shunga qarab bizga sal qiyinchilik tug'dirgan joyi qaysi sxema bilan qanaqa holatda o'ynaydi, qaysi futbolchilar o'ynaydi, biz boshqacha tayyorgarlik ko'rgandik. Endi o'zgarishlar ozgina bizni nimamizni qiynab qo'ydi. O'shanga yigitlarga himoyadan ko'proq o'ynashga vazifa bergandik. Shu ozmi ko'pmi o'sha gol bo'lgungacha vaziyatda o'sha vazifamizni bajarishdi. Vaqti bilan o'sha qarshi hujumlarga o'tish, imkoniyatlardan foydalanishga vazifa bergandik. Endi qanchalik chiqdi, qanchalik chiqmadi, unisini analiz qilib, o'yinni tahlil qilganimizdan keyin nima qilamiz. Endi Bunyodkor jamoasiga keladigan bo'lsak, kuchli raqib. Biz safarda o'ynayapmiz. Biz hozirgi jamoamizda bo'layotgan holat baribir ozgina bo'lsa ham hali o'zimizga kelib olganimiz yo'q. Dinamo bilan o'yinda ozgina o'sha biz xohlaydigan o'yinda sal uchqunlarni ko'rsatishdi-yu, bugun endi baribir kuchli jamoaga qarshi himoyadan o'ynashga nima qilgandik. Endi Xudoga shukrki, o'sha imkoniyatimiz darajasida harakat qilib durang bo'lsa ham endi kuchli raqib tan olish kerak. Marhamat, kimni savol, пожалуйста. У вас в течение первого круга часто вы меняли стартовый состав, то есть у вас как бы поиск. Вы считаете вот этот состав как? Это наиболее лучший вариант? Или вы еще все равно будете продолжать искать? Ну, это я не сказал бы наиболее оптимальный состав, потому что некоторые больные, травмированные, вы знаете, да, многие такие ситуации были неприятные в команде, поэтому сейчас некоторых мы не можем просто обстоятельства такие, поэтому это не оптимальный состав. Просто мы на сегодняшний день, кого мы посчитали, вот к этой игре готовыми, да, вот мы их поставили. Они сыграли так, как, насколько возможно, так и сыграли. Все, я думаю, все они отдали, все силы. Потому что назад у нас отступать некуда. Уже и так стыдно перед болельщиками, прежде всего перед собой. Потому что ребята, они вроде бы классом, может, не такого уровня, но все равно они чего-то стоят. Они нормальные ребята, просто у них не получалось вот это. Ну, сейчас, я думаю, дай Бог, внутренняя атмосфера налаживается. Я думаю, еще укрепимся в перерыве. Я думаю, будем стараться радовать своих болельщиков. Hujumchi ortida o'ynagan futbolchi deyarli ko'rinmadi. Yaxshi imkoniyat bo'lganda bitta Ahmed aka o'shanda ham hujumni buzib to'xtatib qoldi-da. Keyin o'sha 0-0 payti tayin zonasida o'ynagan futbolchi o'rniga hujumchi tushirdi. Bitta hujumchi bilan o'ynadi. Endi bu hozirgi sharoitdan kelib chiqib bugungi holatimizni aytib o'tdim. Hozir bugun kim tayyorroq bo'lsa, o'shani qo'yishga harakat qildik. Endi pozitsiyasida hozir ahamiyat ketmayapti, bitta gap ketmayapti pozitsiyasida. O'sha tezroq qaror qabul qilish kerak edi. Shuning uchun Nosirni chap po'zashtaga chiqardik. Ikkinchi hujumchini goldan keyin ikkinchi hujumni o'sha Murodjon Bobojonovni chiqarib yubordik. Vaziyat shuni taqozo qildi. Tez qaror qabul qilish kerak edi. Bitta kutib o'tirsak bo'lmasdi. Legionerlar endi boricha o'ynadi, aytayapman-ku. O'sha imkoniyati darajasida. Gvazavani menimcha hozir endi ikkinchi o'yini, uchinchi o'yini. Uzoq jarohatidan keyin uchinchi o'yini. Afsuski endi hozir birinchi davra tugayapti. Boridan imkoniyatdan foydalanyapti-da, endi u ham kuchidan. Boshqa ortiqcha narsa qila olmaydi hozirgi holatida.
Marhamat Furqat. O'ziga o'yin gapirgan inson bunyodkorda murabbiy almashgani o'zi taktik sxemasini bilmaslik dedingiz. Agar avvalgi Volkov bosh murabbiy bo'lganda komanda Neftchi hujumda o'ynarmidi, unda ham qarshi hujumda o'ynardi. Yo'q, men aytib o'tdim, bunyodkor jamoasi kuchli jamoa, lekin unga boshqacha tayyorgarlik ko'rgandik. O'shaning uchun riskovat qilmadik, tavakkalchilik qilmadik, o'sha ko'proq himoyadan o'ynashga nima qildik. Lekin u narigi tayyorgarligimiz bo'yicha sal boshqacharoq tayyorgarlik ko'rgandik. Ko'proq boshqa narsaga e'tibor bergan, uni aytolmayman hozir. Bahodir. Legionerlarga to'xtalib o'zi murabbiy sifatida ko'ngil to'layaptimi ular? Ba'zan Unikadan balki taqdimotini Neftchi bilan hamkorlikni davom etadimi ikkinchi klubda? Endi bu narsaga tanaffusda oydinlik kiritiladi. To'lmayapti. Yo'q, to'lmayapti demayman. Tanaffusda vaziyatga qaraladi. Ulug'bek marhamat. Javob berildimi? Yana savollar bormi? Tarkibda ham o'zgarishlar bo'ladi. Ichki rezervning baribir stabil bo'lsa kerak hozir. Albatta tanaffusda hozir harakat qilamiz. Ozgina birinchi avvalda mana Tohir aka ham ko'p aytib o'tyaptilar. Avvalda o'sha Farg'onadan ketgan, Farg'onada o'ynagan bolalar ko'p yillar davomida nima qilgan bolalarni harakat qilamiz. Endi qanchalik imkoni boricha. Bo'lmasam boshqa jamoalardan ham yaxshi futbolchilarni taklif qilamiz. Endi unaqa bizda katta nima yo'q, lekin harakat qilamiz. O'sha o'zimizga yarasha hech bo'lmasam o'sha urovenda ushlab turadigan futbolchilarni taklif qilib, avvalo inson bo'lsa, insoniyligi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Birinchi navbatda shunga e'tibor beramiz. Chunki hozir juda biz shunga muhtojmiz. Oxirgi savol Dmitriy, пожалуйста. Хватает ли у вашей команды потенциала физически выдерживать вот такие игры, потому что очень тяжело вот так играть в таком темпе, как сегодня. И даже дома вам будет тяжело вот так играть. Хватает ли физически и есть ли хорошая скамейка? Ну, я уже сказал насчет скамейки, потому что очень много больных, несколько человек больных, а несколько игроков мы просто по течению обстоятельств сейчас не можем использовать в разном состоянии. Поэтому то, что есть, да, мы постараемся выйти из положения вот, с ребятами из молодежного состава. Вот вы обратили сегодня внимание, Алимов играл, Расулов играл, вот сейчас Бабаджанова выпустили, Закиров играл с молодежью, и на замене сидели Ганиев. То есть постараемся и молодежи уделять очень большое внимание и постараемся немножко укрепить некоторые позиции. Потому что усиление необходимо, иначе Обязательно. очень тяжело. Очень тяжело будет, мы это понимаем. O'yindan so'nggi ikkinchi xonasiga xursandchilikdan bildikki, katta natija bu safarda qiyin raqib bilan o'shanchadan tabriklaymiz. Dastlabki ochko bo'la va keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat.